Opa! Voy hadi. O'qishga kiribman, qarang. Ustam, Ha! voy tabriklayman. Voy shunaqa xursandman boru. Oilamizda o'qishga kirganlardan birisi bo'lsan-da. Gapirma. Qara Jasurga nima bo'ldi? U 2 yildan beri qilayotgan. Akam bilmadim lekin. Balani qarang. Ha, nima baqa chaqir qilyapsiz, okalar? O'qishga ketibman, qarang. Tabriklayman. Zo'r-ku. Saniki nima bo'ldi? Men kirolmaman hali. Mayli o'ylama. Hech bo'lsa bittadan kiribsan-ku. Faqat kontrakt ham qimmatroq ekanda. 15-gacha to'lash kerak ekan. Shunisi bor. Ozgina suv bo'lib qoldi. Sen buni tashishni qilma. Muhimi kiribsan-ku. Men pochcham bilan gaplashaman. Hal qilamiz. Qatdan top beraman senga hozir shuncha pulni. O'zi bo'ynimgacha kreditim bor. Hali do'konni arendasini ham berish kerak. Xafa bo'lmaysan. Ana qarindoshlardan so'rab ko'ringlar. Kelinglar aka. Opa, bu pulni olingda tezroq qaytaring. Onam o'zlari siz uchun olganlar. Men Moskvadan ish topib qo'ydim. Xudo inlik uchib ketaman. Birinchi pul olishim bilan senga kontraktga pul jo'nataman. Hey, bu uyda katta erkagi menmi? Nima muammo bo'lsa o'zim hal qilaman. Sen o'qiysan, bo'l, boshqa o'tirma. Mana shu bitta rasmiy ish olaylik. Telefoningizni bering, sizga yaxshi oladi. Endi ikkitalik. Ushlab turing. Zo'r chiqdi. Hozir men telefonimga tashlab olay, hop. Men berchi. Nima aldadingiz?